10 million dollardan oshiq sotuv qilishga yordam berib, bitta narsani aniq tushunib yetdim. Siz umrida umuman sotuvchilik qilib ko'rmagan, ko'chadagi oddiy odam ishga olib, umuman qiynalmasdan katta sotuvlar qilishingiz mumkin. Bu sizni e'tiboringizni jalb qilish uchun aytilayotgan gaplar emas. Biz buni qilganmiz. Biz ishga olgan sotuvchilarimiz hozirgacha 100 mingdan oshiq sotuvlar amalga oshirishgan va hozir har qanaqa loyihada sotuvchi ishga olishda umuman qiynalmaymiz. Ismim Abdulboriy Abduqodirov. Bu videoda aytilgan tajribalarimni 7 yil davomida yo'qotishlar va oriqlar orqali yig'ganman. Maqsadim xuddi men kabi tadbirkorlik qilayotgan insonlarni muvaffaqiyat sari yillarini va yo'llarini qisqartirish. Bu metodlar Cambridge, Jahon School, Najot ta'lim, Ko'lum maktablari, logistika, turagentliklar, retail, O'zbekistondagi turli xil biznesda sinalgan va ularning sotuvlarini eng kamida 20-30% gacha oshirgan. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sotuvchini qanaqa tanlaymiz, nima savollar orqali ularni tekshiramiz, qanaqa qilib tizimli ishlashga yordam beramiz va qanaqa ketmagiga o'rgatamiz, jamoani har kuni qanaqa boshqaramiz va sotuvchilar ketib qolmasligi uchun nimalar qilamiz. Sotuvchiga oid bo'ladigan hamma narsani o'rganib olasiz. Agar bu narsani bilmaydigan bo'lsangiz, biznesdagi eng muhim qism sotuv har doim sizga bog'liq bo'lib qolaveradi. Siz bo'lsangiz pul bor, bo'lmaydigan bo'lsangiz pul yo'q. Aslida esa sotuvni zo'r sotuvchi emas, zo'r tizim qiladi. Men hozir istalgan odamni ko'chadan olib 10-15 kunda zo'r sotuvchiga aylantira olaman. Chunki buni aniq formulasi bor. Aynan shu videoda sizga shu narsani tushuntirib bermoqchiman. Agar sizda shu formula bo'ladigan bo'lsa, sotuvlar sizsiz ham ishlaydi. Formulaning birinchi qadami to'g'ri odam olish. Shu yerda sizga bitta haqiqiy o'rinni aytaman. Yaxshi sotuvchini suhbat orqali tanlab bo'lmaydi. Buni qattan bilaman, chunki yillar davomida men o'zim shu xatoni qilib kelganman. E'lon beramiz, odam keladi, suhbat qilamiz, zo'r ekan-a, gapga chechan ekan-a, voy oldingi natijalar zo'r bo'lgan ekan-a deb ishga olamiz. Natija qanaqa bo'ladi? Keladi, ketib qoladi, yana keladi, yana ketib qoladi. Zo'rman deydi, sotuvga chiqadi, sota olmaydi. Eng yomoni nima bilasizmi? Sotuvchining yomonligini qachon bilasiz? Siz suhbat qilasiz, vaqt ketkazasiz, unga sotuvni o'rgatasiz, mahsulotni o'rgatasiz, javonni tanishtirasiz, sotuvga olib chiqasiz. Unga 2-3 oylik to'lab, mijozdan yo'qotib, sotuvni kuydirib, natija tushib ketgandan keyin bilasiz. Keyin o'tirib o'yladim. Bu muammo faqat mendami? Balki katta kompaniyalar bunga allaqachon yechim qilishgandir deb, bir nechta O'zbekistondagi katta kompaniya HR-lar bilan gaplashdim. Sizlar sotuvchi qanaqa olasizlar, nima testlar bor aniqlaydigan desam, aksar HR-lar menga aytdiki, siz uni to'g'ri CV bering, yaxshilab suhbat qiling, bo'lish orqali tanlab olsangiz bo'ladi degan javob qaytarishdi. Tushunyapsizmi? Butun bozor bitta uslubda ishlayapti. Faqat taxminlarga asoslanib xodimlarni ishga olishyapti. O'sha paytda menda ham xuddi qolgan tadbirkorlarga o'xshagan xulosalarim bor edi. KPI ishlamaydi, sotuvchi to'qimi bo'ladi, sotuvchini zo'r tajribasi bo'lsagina ishga olish kerak. Hozir aniq bilaman, bu gaplar hammasi bitta narsani belgisi. Sizda aniq tajribadan o'tgan, men aytayotgan formulani yo'qligi. Aynan shu o'rindan kelib chiqqan holatda biza bitta ish qildik. Men o'ylayman, bu ishni O'zbekistonda qilganlar deyarli yo'q. Biza 100 dan oshiq sotuvchilarni jamlab turib, ularning ustida tadqiqot o'tkazdik. Ulardan turli xil testlarni oldik, ishga kelgan vaqtlari, sotuvga chiqqan vaqtlari, umumiy jarayondagi konversiyalarni solishtirdik va ular bilan turli xil bosqichlarda har xil intervyularni o'tkazdik. O'zi aslida bu tadqiqotni boshlashimizga nima sabab bo'ldi? Boshida men o'yladimki, sotuvchilarning IQsi baland bo'lsa, zo'r sotadi. Va biza taxminan 50 dan oshiq sotuvchilardan IQ testini oldik. Ishonsanglar, natija meni hayron qoldirdi. Men o'ylardim, IQ darajasi baland bo'lsa zo'r sotadi, bizning normadan past bo'lsa yaxshi sota olmaydi degan xulosam bor edi. Qiziq tomoni, ko'p sotib qilayotganlar IQ darajasi o'ta yuqorida emas edi, o'rtada joylashgan edi. Lekin tadqiqotimizda ikkinchi tomoni ham aniq bo'ldi. IQ past sotuvchilar aynan spinda to'g'ri savollarni berishga qiynaladi. Undan tashqari, jarayonni to'g'ri xulosa qilish, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash bo'yicha ham ularda jiddiy muammolar kuzatiladi. Bugun o'rgatasiz, mohiyati ertaga esdan chiqadi. Eng yomoni, bunaqa odamlar juda tez kuyib qoladi. Sababi ular o'zi qila olmaydigan ishga qayta majburlayveradi. Lekin mana shu yerda bitta narsani aytib qo'yay, IQsi biz aytadigan ballan past degani u yomon odam, bu odam bo'lmaydi degani emas, balki undan sotuvchi chiqmaydi degani. Undan zo'r marketolog, zo'r dizayner yoki boshqa kasb vakili chiqishi mumkin, lekin undan sotuvchi chiqmaydi. Lekin siz uni majburlab sotuvga o'tkazadigan bo'lsangiz, ikkalangiz ham yutqazasiz. Siz sotuvni, u bo'lsa o'zini. Endi biz IQ test o'tkazganimizdan keyin bizda savollar paydo bo'lish boshladi. Nimaga IQsi o'rtacha bo'ladigan bo'lsa ham sotuvlar yaxshi ketyapti? Nimaga yuqori IQ sohiblari sotuvlari o'rtadan ko'ra pastroq degan savol paydo bo'ldi. Shundan keyin biz izlandik, biladigan bo'lsak, insonlar shaxsiyatini aniqlaydigan testlar ham bor ekan. Biz buni 60 personality test deymiz. MBTI test deb tanilgan. Bilsangiz, bu nufuzli dargohlarga ham ishga kiradigan bo'lsangiz, chet elda agar yaxshi kompaniyada ishlayman desangiz, bu test albatta sizdan olinadi. Aynan shu test o'tkazganda bitta narsaga guvoh bo'ldimki, zo'r sotadigan, stabil sotadigan, uncha vegalanlar bo'lmaydigan, shaxsiyat kuchli sotuvchilar ma'lum bir tiplarda chiqadi. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan tiplardan eng zo'r sotuvchilar chiqadi. Aytgandek, biz buni 100 dan oshiq ishlayotgan sotuvchilarni tadqiqot qilib ko'rdik. Tadqiqot qilganimizdan keyin nafaqat bizni test orqali sotuvchilarni tanlab olish, umumiy olganda hiring, ya'ni sotuvchini to'g'ri ishga olish jarayonini ishlab chiqdik. Bu bizda qanaqa ishlaydi? Sizda shu yerda shubha paydo bo'lishi mumkin. Bu narsa sizda ishlagandir, bizda ishlaydimi deb. Biz aynan bu narsani o'zimizni ishtirokimizsiz ishlaydigan tadbirkorlarga ulashdik. Boshida ularda ham ikkilanch paydo bo'ldi. Bu nimaga kerak? Ko'p-ku, sotuvchi bundan o'tmaydi, ketib qoladi
ishlatadi degan gumonlar bo'ldi, lekin ishlatishgandan keyin deyarli hammaligi menga bitta gap aytishdi. Men tizimni ishlagan sotuvchi bo'lmaydi, KPI ishlamaydi, sotuvchini tizimni ushlab turib bo'lmaydi, qisqa muddat sotuvchi tayinlab bo'lmaydi deb o'ylardim. Aslida unaqa emas ekan. Agar biz to'g'ri xodim oladigan bo'lsak, unga sotuvni ham o'rgatish mumkin, qisqa muddat sotuvga olib chiqish ham mumkin va eng qizig'i bilasizmi nima? Aynan biz aytgan ketma-ketlikda ishga kirgan sotuvchilar o'zidan oldingi ishga kirgan sotuvchilardan eng kamida 1,5 barobar kuchliroq ishlashadi va samaradorligi 25-30% ko'proq bo'ladi. Xo'p, tadqiqotimiz davomida biz nafaqat sotuvchilarni test orqali aniqlab olish, ya'ni sotuvchini to'g'ri ishga olish tizimini ishlab chiqdik. Xo'p, tizim hozir qanaqa bizda? Ekraningizga ko'rayotgan bo'lsangiz, bizda 5 ta bosqich bor. Eng birinchi bosqich bu anketa bosqichi. Bozorda ko'rgan muammolarimiz ko'pchilik xodim olayotganda CV tashavvur, ma'lumot tashavvur deydi. Tasavvur qiling, mana bizda oxirgi keysimizda taxminan 150 ga yaqin CVni tekshirib chiqdik. Agar men CV tashavvur deydigan bo'lsam, menga 150 xil CV keladi. Agar menga sotuvchini o'qigan kitobi, ishlagan joyi yoki tugatgan kurslar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimdir uni birinchiga, kimdir 10-ga yozadi. Men CVni filtr qilishda juda ham qiynalib ketaman. Biz ishlab chiqqan narsamiz kim bo'lishidan qat'iy nazar CVni bizga beramiz. O'zimiz ketma-ketlik bo'yicha shunda 150 ta odam bizani ketma-ketlik bo'yicha to'ldirib beradi. Agar eng muhimlardan o'ta olmasa, biza to'liq CVni o'qishga vaqtimiz ketkazmaymiz va CVni filtr qilib olish juda ham oson bo'ladi. Birinchisi anketa to'ldirgandagi imloviy xatolar. Agar imloviy xatolar ko'p bo'ladigan bo'lsa, biza bu xodimni red flag ishga olmaslik ehtimoli yuqori. Ikkinchisi yashash manzili. Buni nima ahamiyati bor? Agar xodim sizni ofisingizdan uyi uzoqda joylashgan bo'lsa, 2-3 oy davomida ishga qatnashish o'zi uni charchatib qo'yadi. Shuning uchun biz agar filiallar ko'p bo'ladigan bo'lsa, unga yaqin filial joylashtiramiz. Lokatsiyasi to'g'ri kelmasa, biz katta ehtimol uni suhbatga chaqirmaymiz. Muhimlardan bittasi bu ish tajribasi. Agar xodim 2-3 oy davomida to'xtamasdan ish almashtirgan bo'lsa, o'zingizni aldamang. Katta ehtimol bilan 2-3 oydan keyin u sizni ham almashtiradi. Bu ham red flaglardan bittasi hisoblanadi. Va meni eng yaxshi ko'rgan savollarimdan bittasi, men har doim CVda nima kitob o'qigansiz degan savol qoldiraman. Sababi inson o'qiyotgan kitoblar orqali uni shaxsiyatini, dunyoqarashini aniqlab olishingiz mumkin. Bu qismiga hali alohida to'xtalamiz. CVda aniqlash kerak bo'lgan yana 10 dan oshiq kriteriyalar bor. Men sizga buni 2-3tasini aytib o'tdim. Endi keling, sizdan telefonli intervyuga to'xtalamiz. Telefonli intervyu sizda xodimni saralashga yordam beradigan eng katta narsalardan bittasi. Ko'pchilik bunga negadir e'tibor bermaydi. Hozir men sizga aytadigan 5 ta muhim savolim sizni ko'plab noto'g'ri xodim olib qo'yishingizni oldini oladi. Birinchi savol, oldingi ish joyi haqida gapirib bering. Siz savol to'g'ridan-to'g'ri bunaqa bermaysiz. Xodimni ochib, aylantirib berasiz. Bu orqali xodimni kuzatasiz. Oldingi ish joyi haqida nima deyapti, qanaqa tajribalari bo'lgan, rahbarni yoki jamoadoshlarini yaxshilayaptimi yoki yomonlayaptimi, oldingi ishxonasini yomonlagan yoki u haqida yomon gapirgan odam katta ehtimol bilan ertaga siz haqingizda xuddi shu gaplarni gapiradi. Ikkinchisi, xodimni qiyin vaziyatlarda qanaqa qaror qabul qilayotganini ko'rsatib beradi. Biz unga savol beramiz: oxirgi marta qanaqa qiyin vaziyatga tushdingiz va bu holatda qanaqa qarorlar qabul qildingiz? Aynan mana shu savol orqali xodim aybni o'zidan qidiradimi yoki doim boshqalar aybdormi shuni bilib olishingiz mumkin. Aybni har doim boshqalardan qidiradigan inson hech qachon o'smaydi. Sababi u o'zini to'g'ri, hammasini yaxshi qilaman deydi, o'zini xatolarini o'zini ko'ziga ko'rinmaydi. Uchinchisi, biz uni oxirgi qilgan katta qaror haqida so'rashimiz kerak. Sababi qaror qabul qilayotganda aynan nimaga qarab qaror qabul qiladi? Tahlil qilib ko'radimi, o'ylab ko'radimi yoki shunchaki hissiyotni qaror qabul qiladimi? Bu uzoq muddatda agar siz xodim olayotganingizda biz shunaqa qaraymiz, sotuvchi emas. Ertaga bu jamoaga qo'shilsa, biz uni top menejer qilib tayyorlashga tayyormiz degan vision bilan ishga olamiz. Agar siz ham shunaqa qarash bilan ishga oladigan bo'lsa, ishoning, eng yaxshilarini har doim yig'ishingiz oson bo'ladi. To'rtinchisi, aslida o'z buni boshida qilishingiz kerak. Sotuvchini nutqida, gapirishda defekt bormi aniqlab olasiz. Misol uchun men tez gapiraman. Sotuvchiga nima haqida ko'proq gapiradi, shunaqa savol berish kerak. Misol uchun oila haqida so'rasangiz, oxirgi qilgan ish haqida so'raydigan bo'lsangiz, ko'proq gapiradi. Shu orqali siz nutqida defekt bormi, yo'qmi, parazit gaplarni ishlatyaptimi, yo'qmi, gaplarni to'g'ri ulayaptimi, o'z umumiy gap qanaqa tuzyapti, shularni aniqlab olishingiz mumkin. Beshinchisi eng muhimi, o'zini qanaqa rivojlantiradi. Siz savol orqali shuni aniqlashingiz kerak. Misol uchun, oxirgi o'qigan kurs haqida so'rang, kitob haqida so'rang, sport haqida so'rang, hobbisi, maqsadi farqi yo'q. Uni rivojlantiradigan istalgan narsa haqida so'rashingiz kerak. Bu orqali o'zi u hayotda qanaqa inson, rivojlanadigan insonmi, rivojlanishga moyilligi bormi yoki shunchaki pul topsam bo'ldi, kunim o'tsa bo'ldi, yaxshi joyga ishga olasam bo'ldi deydigan rivojlanish xohlamaydigan insonmi? Bu nima kerak? O'zini rivojlantira olmaydigan inson hech qachon borib boshqa odamni yoki boshqa biznesni rivojlantirmaydi. Oldin meni miyamda istalgan tajribasi bor, ozgina yaxshi natija qilgan odamni olib turib, zo'r natija qilsa bo'ladi degan ishonch bor edi, lekin bu ishonch menga qimmatga tushdi. Hozir kompaniya qoidasi umuman boshqacha. Bizani kriteriyaga mos kelmadimi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar, natijasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, biz uni umuman ishga olmaymiz. Uni ishga olgandan ko'ra bo'sh joy turgani yaxshiroq. Sababi siz bo'sh joy turmasin deb xodim ishga olasiz, u nafaqat bo'sh joyga egallaydi. Bundan tashqari sizni ishonchingizni, yo'qotilgan mijozni, jamoa o'rtadagi muhitni egallab turgan bo'ladi. Va bu yo'qotish sizga bo'sh joy egallagandan ko'ra qimmatroqga tushadi. Aynan men sizga aytib berayotgan tizim orqali 1,5 yilda 300 dan oshiq sotuvchilarni ishga olganmiz.
Va hozir ham istalgan loyihamizda qiynalmasdan yaxshi sotuvchilarni ishga olib kelyapmiz. Men o'ylardim faqat sotuv sohasida ishlaydigan insonlar bu testni ishlatsa bo'ladi, lekin bizada Shohrux aka borlar, logistika sohasida shug'ullanadilar. Aynan ular Amerikada logistikada ishlaydigan xodimlarni ham shu test orqali ishga oldilar. Yoki Apollo Travel Oybek aka. Yaqinda menga aytdilar, daromadim 2 barobar oshibdi dedilar. Sababini so'rasak, oborot oshmagan, daromad oshgan. Eng birinchi sabablardan bittasi bu to'g'ri xodim olish, to'g'ri tayyorlash va sotuvga olib chiqish. Mana 3 ta narsa to'g'ri bajarilganligi uchun ko'ryapsiz, sotuv oshmasligi mumkin, lekin ularda daromad oshyapti. Aynan shunaqa tadqiqotlarga asoslangan O'zbekiston bozorida ishlab kelayotgan instrumentlarga asoslangan biz dastur tashkil qilganmiz. U shunchaki kurs emas. 2,5 oy davomida ko'rsatilma birgalikda shu narsalarni biznes tatbiq qilish o'rgansangiz bo'ladi. Hozir aytgan tadbirkorlarimiz ham aynan bizning akademiyada o'qish orqali shunaqa natijalar qilib kelishyapti. Agar akademiya haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, videoning izoh qismida biz link qoldirganmiz. O'sha orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Hozir esa biz videoni davom ettiramiz. Mana endi eng muhimi, siz CVni filtr qilib oldingiz, telefon intervyu o'tkazdingiz. Endi telefondan intervyudan o'tgan xodimlarni suhbatga emas, testga chaqiramiz. Sababi, agar siz uni suhbatga qiziqadigan bo'lsangiz, to'g'ri uni nutqi zo'r bo'lishi mumkin, qilgan ishlar zo'r bo'lishi mumkin, lekin boyga aytgan testni o'tmasdan suhbatga kiradigan bo'lsa, katta ehtimol bilan noto'g'ri xodim olib qo'yishingiz mumkin. Endi xodim keladi, siz undan test olasiz, aytgandek IQ test olasiz va 60 personality MBTI testi olasiz. IQ testi bizani tajriba ko'rsatadiki, 100 dan past bo'ladigan bo'lsa, siz undan yaxshi sotuvchi tayyorlay olmaysiz. Ayniqsa call center xodimi bo'ladigan bo'lsa. Sababi bir vaqt o'zida ular ham texnikani o'rganish kerak, ham sotuv ssenariysiga amal qilish kerak va shuni mijoz yetkazib berish kerak. Call center qiyin tarafi nima deydigan bo'lsa, mahsulot mijoz hali ko'rmagan bo'lsa, mijoz tasavvurida siz mahsulot foydali isbotlab berishingiz kerak. IQ 100 dan past xodimlar buni qilishga qiynalishadi. Agar siz xodimingiz administrator bo'ladigan bo'lsa yoki mijoz bilan offlayn suhbat qiladigan bo'lsa, 90-95 IQ lar tavsiya qilinadi. Faqat bu Mensa kompaniyasining IQ testida ishlaydi. Endi IQ testdan o'tgandan keyin xodim biz uni shaxsiyatni aniqlash uchun 60 personal testini olamiz. Ekranda ko'rsatib qo'yganman. Aynan shu testdan chiqqan insonlardan zo'r sotuvchilar chiqadi. Biz o'zimiz ham 300 dan oshiq ishga olgan sotuvchilarimiz aynan shu personajlar. Bular zo'r tarafi nima desa, ular ekstrovert bo'ladi, har doim muloqotga ochiq bo'ladi, vegan bo'lib qolish ehtimoli kam bo'ladi. Ishonasizmi? Hattoki ularga nima hobbi yoqishi mumkin, mana shu test orqali aniqlab olishingiz mumkin. Tushunasiz, siz xodim nafaqat IQ darajasini, tajribasini, u o'zi qanaqa inson, nimalarga qiziqadi, u bilan qanaqa muloqot qilishingiz kerak, nimada ehtiyot bo'lishingiz kerak, mana shu test hammasi sizga ochiq ko'rsatib beradi. Men sizga shunchaki shu odamni oling demayman. Olgandan keyin uni o'rganing, kuzating, tahlil qiling. Shunda siz testni o'qishni ham o'rganib olishingiz mumkin. Endi agar testdan o'tadiganlar bo'lsa, ularni suhbatga jalb qilasiz. Bizning konversiya qanaqa deydigan bo'lsa, o'rtacha 100 ta CV dan 2 ta yoki 3 ta xodim olamiz. To'g'ri qiyin deyishingiz mumkin. Aynan mana shu xodimlar bizning yillarimizni, yo'llarimizni, qanchalar mablag'imizni tejab berishadi. 2 ta sotuvchi kam deyishingiz mumkin, lekin bilasizmi ko'p holatda nima bo'ladi? Biz 5-6 ta sotuvchini tez olib qo'yamizda, lekin ular tez almashadi, sotuvga kechroq chiqadi. Ideal konversiya degan narsa bor, bunga hali to'xtalamiz. Shu narsasi past bo'lganligi uchun shundoq ham siz yaxshigina vaqt pul yo'qotasiz. Men aytgan varianti 2 ta 3 ta sotuvchi olishingiz mumkin, lekin u siz olgan 5 ta 6 sotuvchini aniq o'rnini bosib beradi. Va siz yana yangi sotuvchilarni qidirib yurmaysiz. Aynan shu ketma-ketlik orqali olingan xodimlarni har doim LTV'si, ya'ni sizda ishlash muddati uzunroq bo'ladi va yangi sotuvchi qidirib yurmaysiz. Endi mana testdan o'tgan xodimlar bilan biz suhbat qilamiz. Suhbat hozir juda katta mavzu. Men o'zimni darsimda ham buni 4-5 soat o'tib beraman. Keling, sizga qisqacha eng muhimlarini sanab o'tsam. O'zi hammasi muhim, lekin vaqt nuqtai nazaridan bilishingiz kerak bo'lganini aytib o'taman. Birinchisi bu, har doim suhbatga xodim kelganida undan shu jarayonlar haqida so'rang. Agar bu jarayonlarga oshirib olibsizlar, zo'r kompaniya deyapsizlar, shuncha narsa nimaga kerak desa, bilingki, bu halitdan kompaniyaning mezonlarini hurmat qilmayapti. Katta ehtimol bilan ertaga sotuv ssenariyida ishlar, palon qilib, pison qilsangiz nimaga kerak, bu kerak emas, ishlamaydi degan e'tirozlar ko'p bildiradi. Sababi aynan shu narsa o'zim duch kelganman, shundan keyin savollar qo'yishganman. Har doim so'rayman. Qalay bo'ldi fikring? Nimalar bo'ldi? Undan oldin ham shunaqa imtihonlardan o'tganmisan? Undan oldin ham shunaqa jarayondan o'tganmisan desam, 300 dan oshiq sotuvchilar 90% menda birinchi marta bunaqa etapda o'tishim degan javob berishadi va ilk qabul qilganlarini biz keyin savollar berib keturamiz. Endi keyingisi bu kitob tanlash mezoni. Nimaga kitob tanlash mezoni? Chunki eng osonlardan bittasi. Agar u kitob o'qiydigan bo'lsa, shunda ham suhbatga o'tadi va suhbatda so'raymiz. Oxirgi o'qigan kitobing nima? Atomic Habits misol uchun. Nimaga bu kitob tanlading? U o'ziga og'riqlarni, muammolarni aytib bersa, demak, muammo yuzaga kelganida u intilar ekan, harakat qilar ekan yetishga. Shuni bilib olasiz va kitob tanlash mezoni orqali inson o'zini fikriga egami, qaror qabul qilayotganda nimalarga e'tibor beradi, shuni ham bilib olishingiz mumkin. Oddiygina kitobni tanlash bilmaydigan inson ertaga mijoz qaysi birini olay deganda aniq tanlab bera olmaydi. Shuning uchun kitob tanlash orqali insondagi juda ko'plab xislatlarni bilib olishingiz mumkin. Undan keyin oilasi haqida so'raysiz, ishlagan joyi haqida so'raysiz va yana bitta muhimi bor, xulq-atvor savollari deydi. Eng yaxshi sotuvchi kim degan savolni berish orqali o'zi sotuvchi qanaqa tizimda ishlaydimi, ishlamaydi buni ham bilib olishingiz mumkin. Misol uchun men aytaman, san uchun eng yaxshi sotuvchi kim desam, u aytadi, eng ko'p sotgani. Men keyin savollar beraman. Ishga vaqtida kelyapti, samaradorligi zo'r, samaradorligini tushuntirib beraman. Konversiyasi baland,
kamroq rasvod qilingan, lekin 10 ta sotgan. Shuni teskarisini qilgan, lekin 20 ta sotgan. Qaysi biri yaxshi desam, ko'p sotgan desa, bu degani tizimga bo'ysunmayman. Men ko'p sotsam bo'ldi. Menga tegma sotib beraman degani bo'ladi va bunaqa inson bilan biz ishlay olmaymiz va buni samaradorligi ham past bo'ladi. Qachon unga birinchi shikoyat qilsangiz, u ishdan ketish haqida o'ylab qoladi. Mana bu savol xodimni xulq-atvorini sizga aniqlab beradi. Suhbat haqida aytgandek hali ko'p to'xtalamiz. Meni YouTube kanalimga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, bu haqida xudo xolasa alohida videolarni chiqazamiz. Demak, meni ishtirokimsiz ham sotuvlarni ko'p bo'lishining sababi sotuvchilarni manmas, biza qilgan kriteriyalar va testlar tanlab beradi. Endi shu yerda sizga muhim ogohlantirish etmoqchiman. Tasavvur qiling, mana shu ketma-ketlik bo'yicha sotuvchini ishga oldingiz. Balki dunyodagi eng zo'rini olgandirsiz. Agar endi uni siz eski uslub bilan sotuvga qo'yveradigan bo'lsangiz, u vaqt o'tgandan keyin o'rtamiyoni balki eng yomoniga aylanib qolishi mumkin. Chunki muammo nafaqat xodim zo'rligida, muammo aynan u xodimni kim o'rgatishida. Hozir buni men sizga raqamni isbotlab beraman. Sizga oddiy savol. Mana sizning kompaniyangizda yangi xodim ishga keladigan bo'lsa, uni kim ishga moslashga yordam beradi? To'g'ri topdingiz. Eng bo'sh yurgan xodim unga yordam beradi. Alisher, bo'shmisan? Yangi xodim keldi, qarab tur deymizda, yana o'zimiz ishni qilish davom ettirib ketaveramiz. Endi o'ylab ko'ring. Xo'p, balki Alisher eng zo'ridir, lekin Alisher kimdan o'rgangan? Uni o'rgatgan odam kimdan o'rgangan? U qanaqa o'rgangan? Nimaga bular unga o'rgatgan? Mana shu savollarga bizlar javoblar yo'q. Mana endi kelib buni oddiy misolga ko'rib chiqamiz. Men xodimga 100% o'rgataman. U o'rganadi, sotuvga chiqadi. Undan keyin kelgan xodim 80% o'rgatadi. Nimaga aytsa, hamma dunyo qarashi, fikrlashi, so'z boyligi bir xil emas. Agar u xodim nasriyasi zo'r bo'lsa, zo'r misollarni keltirib beradi. Shu kun nasriyasi bo'lmasa, kayfiyati yaxshi bo'lmasa, u bo'veradi, shuni o'rganib ol deydi. O'rtacha 70-80% o'rgatadi. Endi u xodim sotuvga chiqdi. Undan keyin sotuvchiga 70-80% o'rgatgan xodim o'rgatadi va unga 50-60% o'rgatadi. Mana shunaqa qilib foizli kelmay turadi. Qarabsizki, 10 ta sotuvchidan kelgan, umuman boshqa ma'lumotdagi sotuvchi sotuvga chiqadi. Bizlar yaqinda shunaqa case bo'ldi. Bitta biznesga borsa, tadbirkor aytayotdi-da, "Men zo'r tayyorlaganman. Keyin sotuvchilarni olib chiqdik. Keyin zapis eshitsam, o'zi bu qaysi kompaniya haqida ma'lumot beryapti? Bu bizning kompaniyamikan, boshqa kompaniyamikan?" ikkilanib qoldim deyaptilar. Nimaga desa, chunki ustoz shogirdni nomlab olgan usulimiz orqali umuman hech qanaqa texnika asosidagi asoslanmagan holatda shuncha gaplar orqali sotuvchini tayyorlagan bo'lamiz. Men buni shunchaki taxmin qilib yoki bitta case misolida aytmayapman. Boyiga 100 dan oshiq sotuvchilar qilingan tadqiqotda biz ularga bitta savol berdik. Sotuvga chiqqaningizda eng ko'p sizni nima qiynaydi va nima muammolarga duch kelasiz? Ishonasizmi? 80% dan oshig'ini javobi deyarli bir xil bo'ldi. Sotuvga chiqqanimda, birinchi real mijoz bilan to'qnashganimda, menga qanaqa o'rgatishgan bo'lsa aka, xuddi shunaqa gaplashib ketaveraman degan javob berishdi. Tushunasiz? Bu degani unga aytilgan yo'riqnomalar, darsliklar emas, og'zaki unga kim nima o'rgatgan bo'lsa, shularni gapirib yurishadi. Mana endi eng muhim joyi, men sizga buni hozir narxini hisoblab beraman. Cambridge'da biz o'lchab chiqdik. Sotuvchilar qanchada ideal konversiya chiqishadi. Ideal konversiya degani, misol uchun o'quv markazida kelgan mijozdan 30% sotib olishi ideal deb boraylik. Biz shuni o'lchab chiqsak, o'rtacha xodim 5-7 oyda ideal konversiya chiqyapti. Tushunasiz? Qolgan oilada 20-23 ishlayotgan bo'lishi mumkin. Keyin biz uni hisoblab chiqdik. Qolgan oilada ideal konversiya ishlamaganligi uchun necha pul savdo yo'qotyapmiz? O'rtacha 6 oyda bitta xodimdan 50 milliondan 82 milliongacha savdo qilish ehtimolini yo'qotayotgan ekanmiz. Endi buni hisoblab ko'ring. Sizning ideal konversiya qancha? Mahsulot o'rtacha narxi qancha? Mana shularni ko'paytirgan holatda yo'qotayotgan summangizni topishingiz mumkin. Oxirgi kuzatuvlarni aytaman. Istalgan biznesda o'lchaganimda raqamlar doim meni qo'rqitgan. Oddiy narsa bilmaganligimiz uchun biz doim qo'shimcha daromad qilish imkoniyatini yo'qotib kelyapmiz. Aynan Cambridge case'ida 50 dan sotuvchilar bo'lgan. Endi siz uni 82 million ko'paytirib aniqlab olsangiz bo'ladi. Aynan shu ketma-ketlik bo'yicha xodim ishga oldik va hozir aytadigan ketma-ketligim bo'yicha xodim ishga olib chiqdik. O'rtacha 5 oydan 7 oygacha bo'lgan muddatni 1,5 oygacha qisqartirdik. Tushunasiz? Biz qanaqadir HR kursida o'qimagan yoki HR bilmasligimiz mumkin, to'g'ri. Yoki o'ta xatolik qilayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin biz qilgan ish bu tadqiqot va tahlilga asoslanganligi uchun bu uzoq kuttirmasdan o'z natijasini berdi va may oyida olgan xodimlarimiz iyun oyida Cambridge rekord konversiyasidagi sotuvlarni qilishga erishdi. Shuning uchun bitta narsani tushunib olishimiz kerak-da. Onboarding bu oddiy HR hujjati emas. Onboarding bu sizga pul olib keladigan bitta tizim. Biz nima qildik? Biz qilgan birinchi ishimiz o'rgatishni odamdan olib tizimga berdik. 70 dan oshiq darslarni yozdik. Darslarni qanaqa yozdik? Aytganimdek, xodimlarni tadqiqot qildik. Tadqiqot qilganimizda ularni eng ko'p qiynayotgan muammolar, shu muammolar sabablari, ularga bo'ladigan yechimlar, xodim ishgandan keyin vigaran o'qamasligi, give up qilmasligi, bu qiynagan qiymat demasligi uchun shaxsiyatni ochadigan misollarni, kompaniya qadriyatlarini, ularga beradigan imkoniyatlarni ko'proq ochib berdik va undan keyin mijozdan bo'ladigan eng birinchi aniqlangan muammolarga yechim tariqasida dars ichida ko'plab texnikalarni, misollarni kirgizdik. 70 dan oshiq darslar
eng uzun 10 minut, qisqasi 2-3 minut. Nimaga buni qisqa qildik? Sababi siz agar 3 soat, 4 soat darsda yozib qo'yadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan buni hech kim oxirigacha ko'rmaydi. Keyin eng yomon nima bo'ladi? Qaysi bir qismi esdan chiqib qolgan bo'lsa, qidirib o'tiradi. Nechinchi minutda edi, qaysi soatda debdi va bu o'z-o'zidan ko'rish sonini va o'rganish foizini kamaytirib yuboradi. Va mana shu ko'pchilik e'tibor bergan narsasi, biz har bitta darsdan kelgan, oxirigacha ko'rdingmi? Dars nima haqida ekan savollarni umuman bermaymiz. Biz har bitta darsdan kelgan muhim topshiriqlarni qo'ydik. Ya'ni siz agar bitta dars ko'rsangiz, masalan, hozirgi dars ko'radigan bo'lsangiz, men sizga savol qo'yaman. Xodimni IQ'si necha bo'lsa ishga olardingiz degan. Xuddi shunaqa har bitta dars ichidagi muhim etaplarga biz savollar tuzib chiqdik. Xodim bitta darsni ko'radi, bitta modul tugatadi. Endi ikkinchi modulga o'tmoqchi bo'lsa, bizani maxsus testdan o'tish kerak. Agar u testdan o'ta olmasa, demak bu signal u darsni yo oxirigacha ko'rmagan, yo ko'rgan tushunmagan. Mana shundan keyin u xodim darsni yo qaytadan ko'radi yoki biz bilan xayrlashamiz. Bu metodni zo'r tarafi nima bilasizmi? Buni istalgan odam qila oladi. Agar eski holatda bo'ladigan bo'lsa, u kasal bo'lib qolsa, ishga chiqolmay qolsa yoki ishdan ketib qolsa, bo'ldi, tizim to'xtaydi. Xodim ishga olmasdik, lekin hozirgi metodda u ishdan ketadigan bo'lsa ham, xodim ketishi mumkin, lekin tizim va darsi ketmaydi. Va biz bitta dona nazoratchi qo'yish orqali bir kunda tizim yana qayta ishga tushirishimiz mumkin. Umumiy natijada 6-7 oyda ideal konvert chiqayotgan xodimlar 1,5 oyda chiqib qoldi, 4 barobar tezroq. Va eng zo'ri, aynan shu tizimdan keyin xodimdan o'quv dasturi 1-2 oy edi, biz buni 14 kunga olib tushdik. Demak, siz jarayonda bo'lmasangiz ham, katta sotuvchilik sabab bo'ladigan ikkinchi sabab xodimmi Alisher yoki siz emas, tizim tayinlash. Xo'p, 4 odam ishga oldi, ularning aytgan metodini mo'jiz tayinladi, endi uni sotuvga qanaqa o'rgatamiz? Ko'pchilik aytadi, gapga chechan bo'lsin, shustriy bo'lsin, bozorda ishlagan bo'lsin deydi. Aslida ham shunaqami? Aslida unaqa emas. Biz umuman boshqa metodni qo'llaymiz. Ko'p tadbirkorlar kuzatganimda, gaplashganimda aytadiki, biz sotuvchilikni nima qilamiz? Ishga olamiz, mahsulotni o'rgatamiz, CRM tushuntiramiz. Bo'ldi, nima kerakini sotsin. Hamma narsani o'rgatdim-u degan gapni aytishadi. Endi xuddi shu ketma-ket sotuvga chiqadi. Birinchisi qimmat ekan deydi, ikkinchisi o'ylab ko'raman deydi, uchinchisi vaqtim yo'q deydi, to'rtinchisi boraman deb kelmaydi, beshinchisi nimadir deydi, oltinchisida sotuvchining o'zi miyasi tarakan tushib, "Cho'ta men sota olmayapman, balki men sotuvchi emasman" deb ishdan ketish haqida o'ylaydi. Va eng yomoni rahbar qariydi, yana noto'g'ri odam kelib qolibdi-da. Bu ham yomon sotuvchi ekan deb, o'sha noto'g'ri xulosalarni chiqarishni boshlaydi. Sotuvchi yomon emas. Bitta narsa tushunishimiz kerak, uni hech kim sotuvga tayinlamagan. Bu xuddi askari qurolsiz urushib yuboramizda, yutqizib qo'ydinglarmi? Nimaga yutqizdinglar deb so'rashga o'xshaydi. Biz aynan shu muammoni hal qilish uchun hamma sotuvchilarni skript bilan ishlaydigan qilganmiz. Tanlab oldik, o'qitdik, o'qigandan keyin u skript yozadi. To'xtang, bu yerda anu skript deganda siz qanaqadir shablonlar, gapli ketmikli yozilgan, yodlangan matn emas. Skript bu yo'l xaritasi. Xuddi siz hozir Yandexga o'tirganingizda sizga yo'l xaritasi chizib beradi-yu, Mamit yashil bemalol yursin bo'ladi. Bu qizil propyo ekan, Mamit sariq mashina ko'proq deydi-yu. Biz yozgan sotuv ssenariylar ham xuddi shunaqa. Mijoz e'tiroz qilganda nima texnikalar bor? Unga misollar qanaqa ishlatishimiz mumkin va mijoz e'tiroz qilmasligi uchun qanaqa ketma-ketlik bo'yicha ketishimiz kerak. Oddiy misol, oldin munosabat o'rnatasan, mijozni biz aytgan narsalar bo'yicha filtr qilasan, keyingi qadamlar haqida ogohlantirasan, ehtiyojni aniqlayotganda palon-palon savollarni berasan va eng muhimi ehtiyojdan kelib chiqqan holatda unga to'g'ri taqdimot qilasan. Va mijoz senda shunday e'tiroz beradigan bo'lsa, mana bu texnikalarni ishlatadigan bo'lsang, mijozni e'tirozni yechishing oson degan narsani o'rgatamiz. Muhim narsasi nima? Bizning skriptda mana shu gap o'qib beradigan narsa yo'q. Biz faqat texnikani berganmiz, misolni berganmiz, uni o'zini gaplar orqali gapirish mumkin. Mana shunda u robot bo'lib qolmaydi-da. Muhim mohiyat tushunib olib, aynan qaysi texnikani qattiq ishlatishni biz unga ko'rsatib turamiz. Bilasizmi? Mana shu yerda ham bizga tadqiqotlar yordam bergan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, bizga bozorda ishlagan sotuvchi kerak emas. Bizga shunchaki biz aytgan ketma-ketlikni bilmaydigan sotuvchi va tartibli sotuvchi kerak. Ana shunda uni konversiyasi sekin-sekin o'sib boraveradi. Chunki aytgandek, Cambridge'da biz yangi jamoani yig'ib 14 kun sotuvga olib chiqib, 230% konversiyani o'stirdik. Jahon School'da umuman sotuv jamoasi yengilab turib, maktabni 95% to'ldirdik, yoki Najot ta'limda yangi jamoa olib kelib turib, sotuvni 119% ko'proq qildik. Masik murakkabsani yuzlab sanab berishim mumkin. Muhimi nima aytsa, aynan shu ketma-ketliklar bizga doim kattaroq, yaxshiroq va davomiy sotuv qilishimizga yordam beradi. Mana shu yerda bitta narsa e'tibor berishimiz kerak. Skript sotuv ssenariylarini ko'pchilik o'zi yozib beradi. Bizning metod qanaqa? Biz hech qachon o'zimiz yozib bermaymiz. Hozirgacha 100 dan oshiq sotuv ssenariylar bo'lsa, ishonasizmi? Hammasini sotuvchiga yozdirganmiz. Nimaga? Bu orqali siz dars qanaqa tushunganligi, texnikalar mohiyatini tushunganmi yo'qmi, uni real mijoz misolida ishlata oladimi, qanaqa qilib texnikalarni bir-biriga bog'lash mumkin, shuni ko'rib olasiz. Shuning uchun sotuv ssenariysini doim sotuvchini o'zi yozadi. Siz uni shunchaki tekshirib bersangiz bo'ldi. Mohiyatini, ketma-ketligini, to'g'riligini va o'zini gap orqali chiqib sotuvni amalga oshiraversin. Sizga nima farqi bor? Siz bergan gapni gapirdimi, gapirmadimi? Muhimi, noto'g'ri ma'lumot bermasin, o'sha texnikani ishlatsin.
Mana shu orqali siz katta sotuvlar qilishingiz mumkin. Sotuvchi sotuvga chiqqandan keyin uni moslashtiradigan ko'plab usullar bor. Biz buni o'rtacha uchtasini qo'llaymiz. Bu haqida ham keyingi videolarda batafsil yoritib berishga harakat qilaman. Agar ularni aytadigan bo'lsam, video juda ham uzun bo'lib ketadi. Keling, undan ko'ra men sizga sotuvga chiqqandan keyin qanaqa uni stabil ishlab turish mumkin, shu haqida aytib beraman. Aytgancha, men sizga onboarding qilish haqida aytibman-u, qanaqa qilish haqida aytmanman. Aynan shu masala bo'yicha bizda sotuv psixologiyasi, sotuvchilar ehtiyojini aniqlash, o'rgatish va ehtiyojdan kelib chiqqan holatda taqdimot qilish haqida YouTube'ga batafsil bepul dars joylaganmiz. Albatta, videoni ko'rib bo'lgandan keyin meni YouTube kanalimga kirib, shu 3 ta masalada videoni ko'rishingiz mumkin va shu darsliklarni saqlab qo'ying va yangi xodimlarni aynan shu darslik bo'yicha onboarding qiling. Sababi biz ham aytgan 300 ta xodimimizni aynan shu ketma-ketlik bo'yicha onboarding qilganmiz. Endi eng muhim qismiga yetib keldik. Demak, bizda hozirgacha 3 ta qismni ko'rib chiqdik. Birinchisi bu sotuvchilarni siz emas, Tesla va kriteriylar ishga oladi. Ikkinchisi, sotuvchilarni siz o'rgatmaysiz, yozilgan darslik orqali ularni tayyorlaysiz. Uchinchisi, sotuvchilar shunchaki o'rganib olgan, yodlab olgan narsasini emas, o'zi yozgan sotuv ssenariy orqali sotuvlarni amalga oshiradi. Va endi ko'pchilik o'ylaydi, mana shularni qilsam bo'ldi, mana sotuvlarim zo'r bo'ladi, stabil ketadi deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Sizni sotuvlaringizni stabil qiladigan bu onboarding yoki sotuv ssenariysi emas. Sizni sotuvlaringizni stabil qilgan narsa bu kunlik nazorat tizimi. Chunki jamoani treninglar emas, jamoani kunlik boshqaruv, kuzatuv ushlab turadi. Men sizga hozir o'zim boshqaruv tizimini ochib beraman. Bu bizning kunlik stand-up. Ishonasizmi? Mana shu narsa kunlik sizga 20 minut, uzoq yarim soat vaqtingiz oladi, lekin bu aynan boshqaruvni yuragi hisoblanadi. Stand-up bu har kuni sotuv boshlashdan oldin bo'ladigan qisqa yig'ilish. 20-30 daqiqa bo'ladi. Bu 5 ta muhim qismdan iborat. Birinchi qism bu kayfiyat. Kun salomlashish, hazillar va kechagi g'alabalarni nishonlashdan boshlanadi. Bor yo'g'i 1-2 daqiqa, lekin esdan chiqazmang. Sotuvchi har kuni yo'q degan gapni eshitadi, stressda yuradi. Shuning uchun u kunni gap eshitish, ogohlantirish bilan emas, hazil bilan, yaxshi kayfiyat bilan boshlash juda ham muhim. Ikkinchi qism bo'lsa reja holati. Bugun oyning 21-sanasi, biz rejani 60% ni bajardik, yana 40% qoldi. Bizda atigi 9 kun bor. Nima qilamiz? Javoblar sizda bo'lishi mumkin, lekin aytish mumkin emas. Biznesda to'g'ri javoblar emas, to'g'ri savollar boshqaradi. Shuning uchun siz savolni sotuvchilarga bering, javoblarni ular o'zi aytsin. Aytmasachi, savollar orqali olib boring. Ha, yanachi, buni qilib ko'rdik, o'xshamadi, bunaqa qilsachi, bunaqa qilsachi, bunaqa qilsachi, ya'ni yechim o'ziga aytsin. Ha, to'g'ri, demak shunaqa qilar ekanmiz deb. Bo'ldi, shunaqa qilishimiz uchun mendan nima yordam deb turib, yechimga ularni o'zini olib borish va mas'uliyatni o'zlariga berish talab qilinadi. Nimaga bunaqa qilamiz? Sababi agar javob o'zim aytadigan bo'lsam, mas'uliyat menda qolib ketadi. Ular mohiyatini, mas'uliyatini his qilmasligi mumkin. O'zimizda ham bo'ladi, to'g'rimi? Agar javob o'zimiz aytadigan bo'lsak, har doim unga kattaroq mas'uliyat olamiz va shu ish qilishga bizda ishtiyoqimiz ko'proq bo'ladi. Endi uchinchi qismi, hozir aytgan narsamni raqamlarda ko'ramiz. Dashbord ochasiz. Dashbord bo'lmasa CRM oching yoki IP telefonini oching. Kim kecha nechta gaplashdi, davomiyligi qancha, qaysi bosqichda ko'plik qolib ketyapti, kim nimada qiynalyapti. Faqat bu qisqa bo'lishi kerak. Siz majlis dashbord ochmaysiz, siz stand-upga shu narsani tayyorlab kelasiz. E'zoza qara, sanda call duration 1 soat ekan. Doniyor kechasan, eng ko'pi qimmat degan mijozga e'tirozini yopa olmayapsan. Shunga o'xshash muammolar muhokama qilinadi va javobni sotuvchilar o'zidan olamiz. Shunga nima yechim qilamiz? Misol uchun menda qimmat degan mijoz bor, men hammadan so'rayman. Qimmat degan mijozga qolganlar nima yechim beryapti? Hamma o'zining yechimini aytadi va Doniyor qimmat degan e'tirozni qanaqa ishlashi o'nlab sotuvchilar misolida tushunib oladi va o'ziga not qilib oladi va unga keyingi haftaga vaqt beramiz. Bu hammasi juda ham oddiy. To'rtinchisi, 3-qadami davomi, siz stand-upga eng og'riqli muammoni tayyorlab kelasiz. Misol uchun, tur agentlikka kelgan insonlar shartnoma olyapti-yu, lekin to'lov qilmayapti. Mana bizda to'lov qilish sikli uzun. Stand-upda mana shu narsani muhokama qilamiz. Menda yechim bor. Nima desa, qayta telefon qilish, chegirma berish, bilmadim, SMS yuborish, ko'plab yechimlar bo'lishi mumkin, lekin bu yechimlarni sotuvchilar o'zi aytsa, yaxshiroq yechishi mumkin va o'zi aytsa, mas'uliyat ko'proq bo'ladi. Shuning uchun muammoni o'rtaga tashlaymiz. Men sizga real misol aytib beray. Aynan bitta loyihamizda Islombek degan sotuvchida aynan shunaqa muammo bo'ldi. Uni konversiyasi boshqalarga qaraganda pastroq va call duration kamroq edi. Aynan stand-upda biz shu narsani muhokama qildik. Nima qilsak bo'ladi call duration ko'tarishga? Hozirgi muammo qanaqa yechamiz? Unga bitta odam boshqacha, ikkinchi odam boshqacha, uchinchi odam boshqacha yechimni berdi. Ishonasizmi? Islombek hozir top 3 sotuvchilar qatoriga kiradi. Telegram kanalimda aynan shu narsani yoritganman. Kirib maqolani o'qishingiz ham mumkin. Va 5-qism stand-upni haqiqiy kuchi va'da qismi. Ya'ni hamma stand-up tugagandan keyin kun davomida qiladigan ishlarni rejasini yozib berish kerak. Misol uchun men yozib beraman. Bugun 5 sotuv qilaman. 12 ta kelaman degan mijozimni chaqiraman. 3 ta shartnomaga mijozimni to'lovga undayman va call durationim kun davomida 2 soat 30 minut bo'ladi. Mana shu va'da yozilgandan keyin xodim ishga ketayotganda birga-bir aynan shu plan bo'yicha u bilan savol javob qilamiz. Buni bajaramabsan, buni bajarmabsan, buni bajarmading. Bu nimaga yordam beradi? Xodim mas'uliyatini oshiradi va to'g'ri reja qo'yishi va uni bajarishga harakat qiladi. Nimaga? Chunki har kuni yozgan rejasida so'rab oladigan inson ishini yetib o'tiradi.
Aytgandek, bu xodimga qo'shimcha mas'uliyat beradi. Mana shu narsani har kun davomida qilasiz. Birinchi kun 1 soat olishi mumkin, keyin 40 minut, keyin yarim soat. Ishonasizmi? Bizda hozir uzog'i 25 minut bo'lmasa 10-15 minutda stand up tugatamiz va hamma yaxshi kayfiyat bilan, aniq reja maqsadlar bilan ish kunini boshlaydi. Atigi 20 minut kun davomida 7-8 soatlik vaqtingizni samarali o'tishga yordam beradi. Stand up yana bitta zo'r tarafi bor. Stand upda qanaqadir motivatsion yoki odam ruhini ko'taradigan zo'r gaplar kerak emasda. Stand upda siz har doimgi natijalarni va rekordlarni aytib boring. Mana biz shu orqali 3 yillik rekord yangiladik. Misol uchun Kolba maktabida call duration biz aytdikki, rekord bizda 5 soat qanchadir bo'lgan dedik. Islombek degan yigitimiz 5 soat 40 minut qilib qo'ydi. Undan keyin E'zoza degan qizimiz yana rekord turib qo'ydi. Men ishonamanki, bu rekordlar urilib ko'tarilib ketaveradi. Nimaga? Bu ichki raqobat sabab bo'ladi. To'xta, bu qilgan ma'qul olmaymanmi? O'zi buni qotdi qani deb kuzatadi va shu orqali uni natijaga undaydi. Men sizga buni hozir bitta kichik misolni aytib beraman. Rum paytida 1 kilometr 200 metrlik masofani 4 minutda bosib o'tishga harakat qilishadi. Ko'plab bunga odamlar kirishadi. Kimdir orqasidan yo'lbars qo'yib yuboradi, kimdir bor sher ustini ichadi, yana kimdir fildan qochadi. Qarasa 4 minutda kechga urishadi. O'zi 1 mayl bo'lgan, o'lchadiki, yo'q, bo'ldi, buni insoniyat qila olmaydi deyshadi. Va oradan vaqtlar o'tgandan keyin bitta inson 3 minut 58 sekundda shu masofani kechib o'tadi. Ishonsanglar, mana shundan keyin 20 dan oshiq inson bu natijani takrorlaydi. Tushunasiz-a? Biz agar qila olmaymiz, qilib bo'lmaydi degan bo'lsak, bunga erisha olmaymiz. Lekin kimdir qilib ko'rsatib bersa, keyingi natijani qilish osonroq bo'ladi. Sababi inson qilgan-ku degan fikr bizda paydo bo'ladi. Shuning uchun stand upda siz raqamlarni, rekordlarni doimiy aytishdan to'xtamang. Stand up yana bitta zo'r tarafi, siz muammolarni bir oydan keyin yoki haftalik majlislar emas, har kuni kun davomida yechib borasiz. Bu degani sizda muammolar yig'ilib ketmaydi, ertaga katta stress bo'lmaydi. Siz kechagi muammoni ertasi kuni hal qilasiz. Va zo'r tarafi, yaxshi xodim, yomon xodim degan terminlar sizda umuman bo'lmaydi. Endi oxirgi savol qoldi. Balki eng og'riqlisi. Shuncha mehnat qildim, tanladim, o'rgatdim, zo'r sotuvchi bo'ldi. Endi u vigarani bo'lib qolsa-chi, sota olmasa-chi, ishdan ketib qolsa-chi, raqobatchiga o'tib ketsa-chi. Men o'ylayman, shunga o'xshagan ko'plab savollar har kuni tadbirkorlarni qiynaydi. Eng qizig'i, bizda aynan shularga ham tizimli yechimlarimiz bor. Undan oldin bitta narsani tan olaylik. Sotuvchilik bu qiyin kasb. Sotuvchilar kuniga 10 lab, balki 20 ga yaqin yo'q degan gap eshitishingiz mumkin. Lekin ertasi kuni o'rnidan turib, yana telefon orqali ular sotuv qilishga harakat qilishadi. Sotuvchilar nimaga vigarani bo'lib qoladi yoki nimaga ishdan ketadi? Bular juda ko'p kuzatganman, ketganiga gaplashganman, aytgan taqdidotlar qilganman. Buni 4 ta sababi bor. Qiziq joyi shundaki, hozirgi 4 ta muammoni yechimi ham mas aytib o'tgan tizimni ichida yotibdi. Birinchi sabab bu noto'g'ri xodim olib qo'yish. Videoni boshida eshitishdan masga test haqida aytib o'tdim. Mana shu testdan o'tmagan inson ishga olmaydi. Agar siz testsiz ishga olayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol noto'g'ri xodim olib qo'yasiz va u har kun o'zini qilgisi kelayotgan ishga majburlaydi. Va u ertaga vigarani bo'ladi, ertaga uni hech qanaqa KPI'lar ham, bonuslar ham, pul ham qutqarib qola olmaydi. Noto'g'ri xodimni ishga olishi eng katta oldin oladigan narsa ishga olish bosqichida qilinadi. Ya'ni testdan o'tgan olinadi, o'tmagan olinmaydi. Bu xuddi kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olishga o'xshaydi. Ikkinchi sabab xodimni muammolar yig'ilib boradi. Bugun bitta muammo chiqdi, ertaga yana bitta, uchinchi kun yana bitta. Xullas muammolar yig'ilib, xodim ishdan ketsam ekan, bu yerda muammolarga yechim qilib berishmas ekan, yoki o'zim sota olmas ekanman, sotuvchi emas ekanman deb o'ylaydi, ishdan ketish haqida o'ylaydi. Mana buni yechimi kulli stand-uplar. Va xodimda bitta zo'r his paydo bo'ladi. Meni muammoimni yechib beradigan odam bor, tizim bor deydi. Ishonasizmi? Xodimni pul yoki oylik ushlab turmaydi. Xodimni ishonch ushlab turadi. Kulli stand-uplar orqali xodim o'zi muammolarini yechim olgandan keyin qachondir stand-up to'xtab qolsa, nimaga stand-up bo'lmayapti? Qachon o'tkazasiz degan savollarni ham sizga berishadi. Uchinchisi ayblovchi muhit. Kim xato qilsa aybdor, yaxshi sotuv qilsa zo'r sotuvchi. Bilasizmi, ko'p holatlarda xodimlar xato qilinadigan bo'lsa, biz unga nimaga degan savol beramiz. Nimaga sota olmading, nimaga yomon gapirding, nimaga unaqa qilding? Lekin aslida o'z muammoni o'rganmaymiz. Men aytganimdek, onboarding tizimi aynan shunaqa nimaga degan savollarni kamaytiradi. Sababi, xodim xato qilyaptimi? Nechtasi xato qilyapti? Ko'pchilikmi? Demak, u yerda nimadir noto'g'ri ma'lumot beryaptimi? Demak, qayerdadir xato unga ma'lumot ketgan. U kutganingizdek sotuvchi bo'la olmayaptimi? Demak, uni kutganingizdek tayyorlash olmayapti. Aynan o'quv dasturi, onboarding tizimi xodimni siz kutgandek kompaniya qadriyatlari, mahsulot haqida to'liq ma'lumotlar, mijoz haqidagi yetarli ma'lumotlar, sotuv texnikalarini to'g'ri o'rganib chiqishga yordam beradi. Agar aytgandek, u tahlillar va tadqiqotlar ustiga qurilgan bo'lsa. 4-sabab bo'ladigan bo'lsa, bu o'sish yo'q. Har kuni bir xil muhit. Bunga yechim bo'ladigan bo'lsa, bu doimiy challengelar va rekordlar. Aytgandek, stand-upda siz doimiy rekordlar haqida ko'p gapiring.
Mayli call duration urib bo'lishdimi, konversiyani ayting, sotuv sonini ayting, sotuv summasini ayting, qisqa vaqtda sotuvga chiqqan inson haqida gapiring. Ana o'shanda inson o'ziga doim challenge qo'yadi. Ishonasizmi? 7 yildan oshiq sohaga kirgan bo'lsam, biz doim rekord topishdan qiynalmaymiz. Bu xuddi yoshligimizda shahar o'yin o'ynardik-ku, boshida qiyinroq, o'rganib olganimizga davom etaveradi. Rekord topish ham xuddi shunga o'xshaydi, faqat u adolatli va to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Endi sizga videoni boshida va'da qilingan formulani beraman. Birinchisi, hissiyotlarga, taassurotlarga qarab emas, aniq kriteriya asosida xodim ishga oling. Aytgandek, CV, telefon intervyu, test va suhbat. Ikkinchisi, xodimlar bilan suhbatlashgan holatda onboarding tizimini joriy qiling. To'g'ri, joriy qilish 10 kun, 15 kun vaqtingizni olishi mumkin, lekin sizga yillab vaqtingizni tejab beradi va muhimi, darslarni 5 minut, 10 minut atrofida qiling. Uchinchisi, sotuvga chiqqan xodimni qo'liga tayyor shablonlar, skriptlar emas, onboardingdan o'rgangan darslar asosida o'ziga sotuv ssenariy yozdiring. Aytgandek, bu orqali sotuvning mohiyatini chuqurroq tushunib oladi. To'rtinchisi, jamoada davomiylik, bardavorlik, ishonch oshirish maqsadida kunlik stand-uplarni o'tkazishni boshlang. Va beshinchisi, eng muhimi, shu 4tasini qilgandan keyin bo'ldi, meni hamma zo'r deb komfort zonaga qaytib ketmasdan, mana shu narsani takomillashtirib, davomiy qilib boring. Demak, sotuvlar, siz ham zo'r bo'lish uchun sizga qanaqadir omadli tasodif, iste'dodli sotuvchilar, bozorda ishlagan tajribali sotuvchi, katta budjet, lekin umuman kerak emas. Men aytgandek, tizimni to'g'ri joriy qiladigan bo'lsangiz, bular hammasiga tizimli erishishingiz mumkin va eng zo'ri, sotuvlar ham, sotuvchilar ham sizsiz o'zini ishini davom ettiraveradi. Shu 5tasi birga bo'ladigan bo'lsa, siz ta'tilga chiqasizmi, yangi tizim qilasizmi, dam olasizmi, sotuvlar tushib ketmaydi. Aytgandek, sotuvlar stabil davom etishi mumkin. Umumiy olganda men bugun sizga o'zimni tajribalarim bilan bo'lishga harakat qildim. Ichida biz qilgan natijalar kamroq gapirishga harakat qildim. Nimaga? Buni qilgan, biz qila olmaymiz deb o'ylab qolmang. Aytgandek, bu narsalarni men akademiyamda o'qigan yoki o'zimiz qilgan biznesda, o'zimiz tavsiya berib o'rgatgan odamlar buni qilib kelishyapti. Hozirgacha biz 300 dan oshiq sotuvchi olgan bo'lsak, bizni o'rgatgan insonlar 1000 dan oshiq sotuvchilarni aynan shu tizim bo'yicha ishga olishgan. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, YouTube kanalimga obuna bo'ling, izohli qismida o'zingiz fikringizni yozib qoldiring va video yoqqan bo'lsa, videoga like bosish esdan chiqmasin. Mana shu bilimlarni shaxsan o'zimdan o'rganib, biznesni tatbiq qilib, natijalaringizni stabil oshirmoqchi bo'lsangiz, bizning akademiyaga kelib, aynan shu bilimlarni o'rganishingiz mumkin. Akademiya haqida batafsil ma'lumot olish uchun izohli qismida biz link qoldirdik. Linkdan ro'yxatdan o'ting. Mutaxassislarimiz siz jarayonlarni tahlil qilib berishadi. Eng kamida bizning dastur haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, xudo xohlasa siz bilan dasturda ko'rishamiz.